Bugun sizga xohlagan rasmingizni kattalashtirishda o'rgataman. Pinterestga kirib olamiz, o'zimizga kerakli biron bir rasmni olamiz. Galereyamizda saqlangan biron bir rasm bo'lsa ham bo'ladi. Misol uchun mana shu rasmni tanladim. Buni skachать qilib olamiz. 3 ta nuqtaga bosib skachать изображение deymiz. Tepada mana skachать изображение chiqdi. Endi Google ga kiramiz. Разделить фото на части deb yozamiz. Foto na части. Kirganimizdan keyin birinchi turgan saytga kirib olamiz. Kirganimizdan keyin bu saytda ushbu ko'rinishdagi tablo chiqadi. Выбрать изображениеni bosamiz va galereyamizdagi xohlagan rasmimizni belgilab готовani bosamiz. Pastga tushsak, vertikal bo'yicha necha bo'lakka bo'lish va gorizontal bo'yicha necha bo'lakka bo'lish so'raladi. Belgilab dalya tugmasini bosganimizdan keyin rasmimizni xohlaganimizni necha bo'lakka bo'lishimizni xohlasak shuni bo'lib beradi. Va